Assalomu alaykum, hurmatli Mototols kanali obunachilari. Bugun sizlarga yangiliklarni taqdim etamiz. Nima deysizmi? Bugungi videomiz svarchik akalarimizga bo'ladi. Svarka apparatlarini eng arzon, eng sifatlilarini siz azizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqsa like, obuna bo'lib qo'yasiz. Boshladik. Hozirgi ko'rsatadigan svarka apparatimiz pol avtomat, svarkani o'zi har xil turdagilarni ko'rsatamiz. Birinchi ko'rsatadiganimiz mana 450 amperajli Dimax brendiga tegishli 4ga 1 deyiladi. Bu ham pol avtomat, ham gazli, ham bezgazli, ham svarka apparati o'zida ishlaydi. Xohlasangiz gazli ishlatasiz, pol avtomat, kantachka deyiladi. Xohlasangiz svarka apparatni o'ziga qo'yasiz, xohlasangiz gaz ulamay kantachkani o'zida ishlatasiz, xohlasangiz argon ham ishlatsangiz bo'ladi, bemalol. Gaz kislorod balon ulab argon ham ishlatsangiz bo'ladi. Buni narxi 5 kilolik sim ketadi. Simlari ham o'zimizda bor. Narxini bor yo'g'i 2.500.000 so'm beramiz. Kimgadir xohlaganlar uchun mana Rossiyani brendiga tegishli, lekin asl Xitoydan chiqadi. Volk degan, sifati juda ham yaxshi. MiG 700 deyiladi. Bu ham xuddi shunday, ham gazli, ham bezgazli ishlaydi. Xohlaganlar uchun svarka apparatga o'ziga ishni qo'yib ishlatasiz, xohlaganlar uchun pol avtomatga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. 3 talik buragichlari bor. Bunda ham xuddi shunaqa 5 kilolik sim ketadi. Amperaji juda ham baland bo'ladi. 700 amperaj bo'ladi. Sifati zo'r. Narxini 2.600.000 so'mga beramiz. Endi akalarimiz so'rashi mumkin, svarka apparati menga professional desa kerak. Doimiy ishlataman, tinimsiz ishlataman, qizimaydigani kerak desalar, bor, shunaqasi bormi deganlarga bor, albatta. Bu Bioti brendiga tegishli, sifati juda ham yaxshi, invertorli, tasdioqga ishlaydi va professional, 7-8 soat svarka apparati ishlatgan taqdiringizda hech qanaqa qizimaydi. Amperaji 500, bemalol 5lik elektrotizgacha yonib kul qiladigan variant. Bular narxini 1.250.000 so'mga beramiz. Xohlaganlar uchun Bioti brendiga tegishli, xohlaganlar uchun Ubay brendiga tegishli. Bular faqatgina svarishni apparatni professionallilari bo'ladi. Hech qanaqa pol avtomat emas, svarka apparati o'zini ishlatadigan akalarimiz uchun. Xohlaganlar uchun mana bu Bizon brendiga tegishli, bu ham invertorli svarka apparatimiz bor. 350 amperajli, sifati juda ham yaxshi, narxlari arzon chiqadi. Narxini 1.200.000 so'mga beramiz. Agar undan ham yengilroq svarka apparati so'raganlarga Rolf Germaniya texnologiya, professionallisi 300 amperajligi bor. Amperaji kichkinaroq, lekin sifati vashing bomba chiqadi, narxlari yengil chiqadi. 850.000 so'mga sifati zo'r bo'lgan Rolf brendiga tegishlisini olsalar bo'ladi. Xohlaganlar uchun mana xuddi shu Bizon brendiga tegishli, bu ham 300 amperajli, narxi 850.000 so'm. Buni ham farqi firmasida bo'ladi, lekin amperajlari, ishlashlari bir xil yo'nalishda bo'ladi. Bu ham invertorli, pastkga ishlaydi. 150 volt 400 gacha bemalol svarka apparati yoqib beradi. Buni ham narxini 850.000 so'mga beramiz. Endi sal arzonrog'i yo'qmi deganlarga mana Bizon brendiga tegishli bor. Narxi 750.000 so'm. Farqi nimada deganlarga, bu 300 amper bo'lsa, buniki amperi 280 amperdan iborat bo'ladi. Xohlaganlar uchun pol avtomatni kichkinasi menga kerak deganlar uchun mana Rolf brendiga tegishli 1 kilolik sim ketadigan pol avtomatni kichkina varianti mana shu bo'ladi. 350 amperajli 1 kilolik simlari qo'shib beriladi mana. Yonida 0.8 birlik simlar ketadi. Bu ham 4 ta yo'nalishda ishlab beradigan svarka apparati. Argon svarka apparati o'zi, kempi faqatgina gazli ulamaysiz, gazsiz ishlaydigan varianti bular. Buning narxini 1.250.000 so'mga beramiz. Germaniya texnologiya. Bular tablolik bo'ladi. Ekrani polni yonadigan marka mana shu bo'ladi. Hamma ko'pchilik so'rayotgandi. Xohlaganlar uchun xuddi shuni mana Bioti brendiga tegishlisi ham bor. Bu ham 350 amperajli. Bunda ham argon, pol avtomat, svarka apparat hammasini ishlatsangiz bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 1.100.000 so'm chiqadi bularning narxi. Xohlaganlar uchun, kattarog'i yo'qmi deganlar uchun bunda ham svarka apparat bilan pol avtomatni bir vaqt o'zida ishlaydigan 1 kilolik sim ketadigan, bunda ham 315 amperajlisi mana MiG. Xohlaganlar uchun Virus firmasiga tegishli, xohlaganlar uchun Bizon firmasiga tegishli. Bularning narxini 1.50.000 so'mdan qilib beramiz. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xohlagan mana 0.8 sim, birlik sim va svarka apparati o'ziga qo'yib ishlatsangiz bo'ladigan boshqaradigan funksiyalari bor. Kimga qiziq bo'lsa, endi yanada kuchliroq svarka apparat kerak menga deganlarga mana RH brendining svarka apparati bor.
Sifati juda ham yaxshi. Endi o'ta menga professionalniy svarka apparat kerak deganlarga mana Erxash brendi bular aniqini yozadi. Ya'ni svarka apparat 200 amperajli, invertorli, ya'ni juda ham past cho'pga ishlaydigan, ikkitalik buragichli, ya'ni temirlaringizni, elektrodlaringizni yonib kul qiladigan varianti mana shu bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 1.500.000 qilib beramiz. 200 amperajli va 180 amperajli narxini 1.400.000 so'm qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bular professional, endi original svarka apparat ishlatgan akalarimiz juda ham yaxshi biladi bu apparatlarni qanday ishlashlarini. Sifatiga, ya'ni kafolati 1 yil kafolat beriladi. Bularning garantiyasi bor. Keyin arzonroq va yelkaga taqib yuradigan svarka apparat yo'qmi degan akalarimiz uchun mana bemalol yelkaga taqasiz. Bemalol tepaliklarga chiqib svarka apparat bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Invertorli, professionalli, 220 da ishlaydigan, 2-3 lik elektrodsizni yoqib kul qiladigan, ixchamgina yelkaga taqib bemalol tepaliklarga, balandliklarga chiqib professional ishlarni qilaman desangiz, narxi bor yo'g'i 650.000 so'mga sifati zo'r bo'lgan professional svarka apparatlarni bemalol Mototolsdan kelib olib ketishingiz mumkin. Videomiz oxirida manzillarini ham tushuntiraman. Bundan tashqari bizning do'konimizda xohlagan texnikangizni siz arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Videomizni oxirigacha ko'rsangiz, manzillarimizni hammasini tushuntirib o'taman. Manzilimiz Olmazor metro Sobraxovni hamma biladi. Ro'parasida Do'mrobod bozori joylashgan. Do'mrobod bozorining qarama-qarshi tarafida Mototols do'konimiz, mana Zender savdo majmuasi tagida joylashgan. Telefon raqamlarimiz, ya'ni ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. 99lik 576 37 37, 95lik 816 94 94 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqib, xohlagan optim narxdagi texnikalaringizni Mototolsdan xarid qilsangiz